Janubiy Koreya O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan olgan dastlabki davlatlardan biri ekanligini bilarmidingiz? Bu ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2024-yilning o'zida 2,5 milliard dollardan oshgan. Bu ba'zi davlatlarning yillik yalpi ichki mahsulotidan ham kattaroq summadir. Umuman olganda Janubiy Koreya shu paytgacha O'zbekistonimizga 10 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritgan ekan. O'zi bu yaqin aloqalar ikki turli xil va uzoq masofada bo'lgan davlatlar o'rtasida qanday boshlandi? O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishgandan so'ng bir necha oy o'tiboq Janubiy Koreya yurtimiz mustaqilligini tan olgan va 1992-yil 29-yanvarda Janubiy Koreya va O'zbekiston Respublikalari o'rtasida ilk rasmiy diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan va ayni vaqtga kelib Janubiy Koreya O'zbekistonning top 5 strategik va savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Janubiy Koreyaning yurtimizda yuzlab kompaniyalari va loyihalari mavjud. Iqtisod, rivojlanish va ta'lim tizimi bo'yicha Koreya dunyoning eng kuchli davlatlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa Janubiy Koreyaning ko'plab universitetlari top darajada turadi. Koreyaning nufuzli universitetlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni ham hozirda 10 mingtadan ortiq ekan va ushbu universitetlardagi ta'lim va Koreya hayoti o'zbekistonlik yoshlar uchun rivojlanib, yetuk shaxs bo'lib yetishishlari uchun tramplin vazifasini bajaryapti. Tabiiyki, ko'pchilik Janubiy Koreyaning kuchli universitetlarida o'qish va u yerga qanday borish mumkinligi haqida qiziqsa kerak. Shuning uchun ham bugun Janubiy Koreyaning nufuzli universitetlariga o'zbekistonlik talabalarni o'qishga kirish va hatto viza olishiga yaqindan yordam berayotgan do'stimiz bilan kichik suhbat qildik. Do'stlar, mana Janubiy Koreyaga o'zbek talabalarini kirib kelishiga, universitetlarga o'qishga topshirishiga va hatto viza olish prosesslarigacha katta yordam berayotgan Fayzullo akamizning oldiga keldik. Fayzullo aka, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib va o'zingiz ish faoliyatingiz haqida ozgina bizga ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Fayzulloh. Koreyada Sejong universitetini bitirib, hozir magistraturada o'qiyman. Magistratura ham yaqinda bitadi, xudo xohlasa. Oxirgi 5 yildan beri konsalting sohasida ishlaymiz. Men Sejong universitetida o'qiyotgan vaqtimda Sejong universitetida ishlab, talabalarni qabulida albatta o'zim yordam berganman. Hozirda o'zimizning konsaltingimiz bor. U konsaltingga 3 ta filialimiz bor. Namanganda, Xorazmda, Surxondaryoda. Shunaqa. Fayzullo aka, sizga O'zbekistondan kirib kelayotgan talabalar uchun o'sha eng qiziqarli, o'sha eng kerakli bo'lgan bir nechta savollarni so'raymiz. Shu ko'pchilik o'zbekistonlik talabalar bilishadiki, Koreyada yaxshi universitetlar bor, top universitetlar bor dunyo bo'yicha. O'zingiz ham bilasiz, shu Koreyadagi top universitetlar bo'yicha ozgina aytib o'tib ketsangiz, qanaqa darajadagi universitetlar? Tushunarli. Qaranglar, O'zbekistonda top 1000 talik universitetga kirmoqchi bo'lgan talabalar juda ham ko'p. Albatta, uni ro'yxatini ham chiqaramiz pastda. Xo'p, kelmoqchi bo'lgan talabalarning asosiy talab nima bo'ladi? IELTS 5,5 dan boshlanadi, lekin top uchun o'rtacha 6,5 bo'lgani eng afzali shu, chunki grant olish ehtimolingiz baland bo'ladi. Topikka keladigan bo'lsak, topik 3 dan boshlab universitet sizni qabul qiladi. Lekin asosiy faktor nima bu yerda? Top universitetlar uchun siz ertaroqdan harakat qilishingiz kerak. Aytaylik, sentyabrda kelmoqchi bo'lgan talabalar fevralda boshlash kerak, martda kelmoqchi bo'lgan talabalar o'rtacha oktyabrda boshlash kerak bo'ladi. Tayyorgarliklarni. Shundagina siz topga ulgurib qolishingiz mumkin. Koreyaga kirib kelish uchun ham ozmuncha xarajat ketmaydi. Bizga hozir shu universitetga kirish xarajatlari va viza olish xarajatlari shular haqida va umumiy xarajat o'rtacha qancha ketyapti hozir Koreyaga kirib kelish student sifatida, shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Koreyaga kirib kelish yo'llari 3-4 xil. Til kursi, bakalavr, kollej yoki magistratura bilan kirib kelsangiz bo'ladi albatta, lekin ya'ni o'rtacha talabalar 3,5 ming dollardan 6 ming, 7 ming dollargacha pul sarflashadi. Bu nimaga farq qiladi? Kollejlar juda ham arzon, qimmatlari ham bor albatta. Bakalavr, undan keyin magistratura eng qimmat, qimmatdan bitta oldingisi eng qimmati bu til kursiga. Til kursiga 1 yillik kontrakt to'lab kelganligi sababli sal qimmatroq ketadi. O'rtacha 7-8 ming dollar ketadi. No, pulimiz kam deydiganlarga ham 3,5 ming dollardan boshlab sarf ketadi. Agarda siz IELTS 8,5 yoki 8, top 3-4 bo'ladigan bo'lsa, 100% grant universitetlar ham bor. Ularga topshirsanglar, tabiiyki ancha arzon ketadi. Endi umuman olganda Koreyaga qanaqa vizalar bilan tezroq kelsa bo'ladi? Endi student vizalarini ham ba'zi turlari bor. Shular haqida ham aytib o'tsangiz.
ozgincha oldin aytib o'tganimizdek 3-4 xil o'qish turlari bor. Bu degani asosan o'quvchilarga beriladigan vizani turi D2 bo'ladi, lekin ikkinchisi o'zgaradi. D21, D22, D23 to'g'ri shunaqa qilib ketadi. Bu magistr bakalavrga qarab o'zgaradi, lekin til kursiniki D4 viza bo'ladi. Bu vizalar bilan albatta bemalol Koreyaga kirib kelsangiz bo'ladi. Buni ustunli tomoni siz juda ham tez kela olasiz. O'rtacha talabalar 2-3 oy vaqt sarflab Koreyada talaba bo'lishlari mumkin. Viza prosesslarini o'zini ichiga olganda. O'rtacha Koreyaga vizalar, o'qish vizalari 2 haftadan 4 hafta orasida chiqib keladi. Eng tezi shunaqa. Viza olish protsessi ham oson emas. Viza olish uchun qanaqa hujjatlar kerak? Ba'zi vizalar bilasiz отказ chiqib qoladi. Vizalar отказ bo'lmasligi uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Shu haqida ham bilib olsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Koreyaga viza chiqish ehtimoli o'rtacha hozir danli momentda bizda 95%. Lekin bu yildan 2025-yil 5-oy, ya'ni mayda chiqqan qonun bo'yicha tizimlar o'zgardi. Ya'ni eng asosiy qaraladigan narsalar nima? Bu kadastr ma'lumotlari. Kadastr ma'lumotlari ota-onaning nomida bo'lishi kerak va 3 oy oldin o'zgartirilgan bo'lishi kerak ota-onaning nomiga. Shunday bo'lishi kerak. Agarki o'zgartirilganiga 2 oy yo 1 oy qolgan bo'lsa, vizangiz отказ chiqadi. Plus KDB bank счетingiz. KDB bank счетingiz hozirdan momentda bakalavr uchun 15500, Seul atrofiga kollejlar uchun $12500, Seulga yaqin bo'lsa agar. Shu ikkita asosiy dokument kerak bo'ladi. Plus uchinchisi o'ta muhim emas, lekin muhimlik darajasi bor bo'lgan narsa bu study plan. Ya'ni Koreyaga ketish maqsadingizni chiroylilab u yerda yozib berishingiz kerak bo'ladi. Ana shundagina mana shu 3 ta faktorga qarab asosan viza berishadi. Lekin u yerda qolgan dokumentlar ham bor, ularni yig'ish juda ham oson. Vizani ham olgandan keyin talaba Koreyaga kirib kelsa, Koreya hayoti ham baribir Koreyaga birinchi kelgan talaba uchun albatta ancha qiziq bo'ladi. Umuman olganda biz o'zbek talabalarini Koreyaga kirib kelish jarayoni, kirib kelishsa moslashishga qanaqa, shu moslashish holatlari qanaqa va moslashish davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklar bor. Shu e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari haqida, umuman Koreya hayotiga kirib kelganda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari haqida aytib o'tsangiz. Xo'p, biz ham buni juda ham ko'p ota-onalarga tushuntiramiz. Koreyaga kelgandan keyin o'rtacha culture shock bo'ladi. 6 oy davomida davom etish ehtimoli bor. Men o'zimda 6 oy bo'lgan. 6 oydan 1 yilgacha culture shock bo'ladi. Bu nima degani? Koreyaga kelishda havosi boshqacha, ovqatlari boshqacha, odamlari, tilini bilmaydi juda ko'p talabalar. Mana shu muammolar bo'ladi. Buni stressi bor albatta o'zini kelgandan keyin muammo bu narsalar. Hech kim bilan gaplasha olmaysiz, hech narsani tushunmasangiz. Bunda siz kelib moslashgungiz uchun 6 oy vaqt ketadi, lekin kelipoq sizga eng yengillik nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, agarki universitetda yotoqxona olgan bo'lsangiz, bu ancha sizga yengillik, qulaylik bo'ladi va albatta Koreyaga kelayotgan talaba ovqat pishirishni bilsa, bu uning uchun yana bitta eng katta pluslardan bittasi bo'ladi. Xo'p, kelgandan keyin muammolar nima bo'lishi mumkin? Agar yotoq olmaydigan bo'lsangiz, siz pul qo'yib depozit qo'yib uy olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Koreyada pojingim deyiladi. Ya'ni uylarni siz kontrakt qilib olishingiz kerak. Unda o'rtacha Seul ichida $2000, $3000, $4000 gacha depozit qo'yib qo'yasiz uyga kirish uchun va uy to'lovlari o'rtacha $300 dan yog'i $500, $600, $1000 gacha qarab chiqib ketadi. Ba'zi talabalarimizda TOEIC yoki IELTS sertifikatlari bo'ladi, lekin ba'zilarda ham TOEIC IELTS ham bo'lmasligi mumkin. Ularda IELTS yoki TOEIC umuman bo'lmasa, demoqchiman, kirib kelish mumkinmi Koreyaga? Albatta mumkin. Oxirgi vaqtlarda til kursiga Koreya juda ham katta e'tibor beryapti. Oldinlari chiqish qiyinroq edi, lekin hozir til kurs vizalarini osonlashtirdi. Oxirgi qonunlar bo'yicha yana Koreya. Agarda siz hech tilni bilmaydigan bo'lsangiz, yoshingiz 19-17 yoshdan boshlab 21 yoshgacha bo'lsa, vizangiz chiqish ehtimoli 95% holatda chiqadi. Agarki ota-onangizni ish joylari bo'ladigan bo'lsa, ish joyi bo'lmaydiganlarga ham uy joyi nomida bo'ladigan bo'lsa va puli ko'proq bo'lsa, biznesimi yo qanaqadir bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda ham viza chiqish ehtimoli baland. Lekin 22 dan yoshi balandlarga viza chiqish protsenti yana tushishni boshlaydi til kursi uchun. Koreys tilini ham ba'zi ko'pchilik talabalarimiz bilmasdan kelishadi. Ayniqsa ingliz tilidan sertifikat, ya'ni IELTS sertifikatlarini olib kelgan talabalarimiz yoki umuman o'sha TOEIC sertifikatsiz kelgan talabalarimiz ham shu koreys tilini bilmasligi mumkin. Koreys tili bilmasdan turib Koreya hayotiga moslashish qanday bo'ladi? Bu haqida ham men aytaman, juda ko'p talabalarga hayotingiz ikkiga bo'linadi Koreyaga kelgandan keyin. Koreys tili o'rganguncha, koreys tili o'rgangandan keyingi hayot bo'ladi Koreyada. Chunki o'rganmagan odam hamma joyga qaraydi, boshqa qiladi, o'zi bilganicha yashab yuradi. Lekin siz tilni bilganingizdan keyin Koreyaning haqiqiy yuzini ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p advantage, ya'ni sizga plus tomonlari bor albatta. Ko'p joylarga sayohat qilsangiz bo'ladi, ko'p odamlar bilan tanishasiz koreyslar bilan. Albatta buni o'ziga yarasha minus tomonlari ham bor. Nimaga? Chunki siz ko'p narsani bilganligingiz sababli bu yerda o'zi
o'zini negativlari ham bor albatta Koreyani. O'sha negativlarni ham sezishni boshlaysiz. Shuning uchun men eng zo'r hammaga tavsiya qiladigan narsam koreys tilini o'rganib keling. Agarki o'rganib kelmasdan ingliz tili bilan kelgan talabalar bo'lsa, iloji boricha birinchi 1 yilingizda zo'rlab koreys tilini o'rganib olsangiz, u yog'iga xoh ish toping, xoh kelajakda bakalavr, magistr qiling, u yog'i ancha oson bo'ladi. Ish topishda ham juda ham qulayliklari ko'p til bilsangiz agar. Men ham o'zim ham hayotim davomida til siz aytganingizdek ikkiga bo'lingan. Til bilmasdan yurgan paytlarim, keyin tilni o'rganganimdan keyin Koreyani boshqa bilmagan joylarimda ham discover qilganman, poligon qilganman. O'zim uchun ochganman Koreyani ochilmagan qirralarini til bilganimdan keyin. Agar til bilmaganimda hisobda bunaqa qilsa bo'ladi. Til bilmaganlar rangsiz, rangli hayot. Xuddi izolyatsiya bo'lgandek his qilganman o'zimni Koreya hayotidan. Lekin til bilgandan keyin bir qo'shilib ko'p narsalarni o'rganish oson bo'lib ketgan. To'g'ri. Endi umuman olganda, masalan, bilsangiz, Koreyada yashash ham O'zbekistonga nisbatan ancha qimmat. O'zbekistonda narxlar bilan Koreyadagi narxlar ancha har xil, ayniqsa yashash narxlari. Biz talabalarimiz bir oyda o'rtacha qancha rasxod qilishadi va buni o'zlari qoplashsa bo'ladimi? O'zbekistondan kelgan talaba o'rtacha ko'chada turadigan bo'lsa, ya'ni uy arendaga olib turishadigan bo'lsa, o'rtacha 2 xonali uylar bizda 500-600 dollar bo'ladi. Seul atrofini aytyapman. Lekin 2 xonalikda o'rtacha 4 ta talaba turadi. Bu degani yotoq o'ziga 200 dollar pul ketadi. Yeb ichishiga, ya'ni yemagi uchun bunga ham 200 dollar atrofida pul ketadi. 400 bo'ldimi? Sug'urtasi bor 50 dollar. Sug'urtani to'laydiganimiz 450 dollar, yo'l kiralari bilan 500 dollar atrofida sarf qiladi. Bitta dona talaba Koreyada, Seul shahrida. Seuldan tashqarida bu narsa tabiiyki arzonlashi mumkin. 300-500 orasida sarflaydi desak bo'ladi. Koreyada qilinadigan xarajatlarni qaysidir ma'noda talabalar, ayniqsa o'zbek talabalarimiz o'zlari qoplashadi ko'pincha. Bu qanchalik mumkin, ya'ni qanchalik possible demoqchiman. O'zlari qilgan xarajatlar o'zlari qoplab yoki o'zlari orttirishi ham mumkin yoki universitetlar to'lov uchun o'zlari to'lov qilishlari mumkin. Shu haqida talabalarning mehnat hayoti haqida aytib bersangiz. Biroq bilmaysizmi? Koreyada kuniga 100 choq, oyiga 3000, yiliga 36 ming choq tushadi. Qanday qilib o'zini qoplamaydi? Bu mif albatta, koreys ham bilamas. O'rtacha bakalavrda o'qiyotgan, top universitetda o'qiyotgan talabalar 4 kun, 5 kun o'qish ehtimoli bor. Shunda haftada 2 kun vaqti bo'ladi, 2 kun ishlashga. 2 kun ishlaganda ham 100 dollardan bo'lmasligi ehtimoli bor. O'rtacha 80 dollardan 120 dollargacha topishadi kunlik, agarki ish topisha olsa. Bu ishlar qanaqa bo'ladi? Oshxona yoki kunlik arbeit ya'ni bu qurilishda ishlash yoki tekpa ya'ni dastavka ishlari, sal og'ir ishlarda ko'proq pul topish ehtimollari bor va albatta o'zlarini qoplasha oladi. Top universitetda o'qishsa ham. Endi kontraktga keladigan bo'lsa, albatta bu narsa talaba yaxshi o'qisa, universitetlar ko'proq grant beradi. Grant berdi degan top universitetlarda ham kontrakt maksimum chiqsa, zo'r o'qigan talabaga 1000-2000 orasida chiqadi yaxshi o'qigan talabalar uchun. Buni albatta kanikul bo'ladi, 2,5 oy, o'sha 2,5 oy ichida ishlab topib to'lashsa bo'ladi. Mumkin bu narsa. Ko'p talabalarimiz ochig'i o'zlarini qoplab universitetlar to'lovlarini ham o'zlari qilishadi. Bu albatta oson emas. Ba'zida emas, ko'p hollarda talabalarimizda o'qishlari qolib ketadi va o'sha arbeitlarga, ya'ni o'sha turli xil qo'shimcha ishlarga berilib, pul topishga qiziqib, o'qishni tashlab qo'yib, ba'zi nelegalga chiqib ketadigan holatlar ham yo'q emas, ko'p. Shunaqa holatlar bo'lib turgani uchun o'zbek talabalariga ozgina maslahat deysiz. Endi bu narsada men o'zim 6 yillik opitimdan kelib chiqib aytaman. Juda ko'p odamlardan ham eshitaman, katta akalardan ham. Kelajak albatta o'qiganning qo'lida. Bu bilan nima demoqchiman? Hamma o'qisin demayman. Lekin o'qigani kelmoqchi bo'lgan talaba oldindan shuni bilingki, siz O'zbekistonga pul chiqara olmaysiz, qo'shimcha qayerdadir sayohat qila olmaysiz va o'qishingiz albatta 3-4 kun bo'ladi. Siz top universitetga topshiryapsiz, buni bilib keling. Agentство bilan ham shuni gapirishingiz kerak. Endi ishlagani kelayotgan talabalarni ham men nolimayman u talabalarga, chunki bizda shunaqa holat hozircha. Ya'ni biz Amerika emasmiz, ota-onalarimiz ko'p pul topishlari uchun. Hamma sharoit har xil. Shuning uchun u talabalar uchun ham albatta sharoit bor. Haftada 1-2 kun o'qiydigan kollejlar bor yoki 1 kunlik bakalavrlar ham bor hattoki. Ana shunaqalarga kelib turib, bakalavringizga albatta qatnang, qoldirib qo'ymang darslarni. Haftada 1-2 kun o'qishga qatnab, qolgan 5 kun ish topasiz albatta, ishlab, o'zingizni boqib qilganingiz afzal deb o'ylayman. Lekin bakalavrga kelib qo'ydingizda, top universitetda o'qiyapsiz, ishlamoqchisiz. Endi bunda nelegalga chiqmangda. Vizangizni pastroq o'qishga o'tkazib, haftada 2 kun o'qiganingizni tavsiya qilgan bo'lardim.
Chunki hozir yangi O'zbekistonda yangi qonun chiqdi. Qanchalik hali ishga tushdi bilmadim, lekin agarki siz boshqa davlatdan deportatsiya bo'lib O'zbekistonga qaytadigan bo'lsangiz, 2 yil ichida sizni zagran pasportingiz olib qo'yiladi va chet elga chiqa olmaydigan qilib qo'yishar ekan. Mana shundan ham ehtiyot bo'lishinglarni so'rab qolardim. Fayzullo aka, ba'zi talabalarimiz Koreyaga kelib, o'qib, ishlab, Koreyada faoliyat olib borishgandan keyin ba'zilar qaytib ketishyapti. Ba'zilar umuman Koreyada qolib ketyapti, ko'pchilik. Ish topishayotganlari bor, ba'zilar ish topa olmayapti. Shularlar haqida ham gapirib bersangiz. Oxirgi statistika bo'yicha O'zbekiston chet ellik talabalar Koreyaga ishga joylashish ehtimoli juda ham past ekan. U 30% dan ham pastroq ekan. Ya'ni bitirgan talabalar 15% orasida deb eshitdim. Statistika shunaqa deyapti. Chet ellik Koreyani bitirgan talabalar. Xo'p, endi o'zbeklarga keladigan bo'lsak, asosan kim O'zbekistonga qaytib ketib ishga kira oladi? Albatta bu odamning o'ziga bog'liq bo'lgan narsa, lekin agarki siz koreys tilini minimum topik 4-5 darajada bila oladigan bo'lsangiz, siz universitetingizni bitirib turib O'zbekistonga borsangiz ham ish topish ehtimoli juda ham baland. Nimaga? Chunki bu hozirdan momentda koreyskiy katta gigant kompaniyalar O'zbekistonga qaytyapti va ularga ish boshqaruvchilar yoki koreys tilini biladigan odamlar kerak bo'ladi. Koreya muhitida katta bo'lgan odam kerak bo'ladi va albatta Koreyani bitirib topik 5 bor odam O'zbekistonda ham ish topsa bo'ladi. Bu odamlar Koreyada ham ish topsa bo'ladi, chunki topik 5 bor. Koreysa buni hurmat qiladi. Lekin ingliz tilini o'zini biladi yoki koreys tilini o'rganmaganlarga albatta bu narsa qiyin bo'ladi. Va ana shu birodarlarimiz ko'proq Koreyada yurib qolishyapti. O'zbekistonga borib faqatgina o'zbek kompaniyalarida ishlash oladi, lekin koreyskiylar faqat koreys tilini bilsangizgina oladi. Yo'qsa olmaydi. Fazlul aka, shuncha ma'lumotlar aytdingiz, Koreyaga kelish, Koreyadagi hayot va talabalar hayoti haqida umuman aytib o'tdingiz. Endi ko'pchilik maktab bitirgan talabalarimiz yoki umuman o'qish istamoqchi bo'lgan talabalarimiz albatta qiziqishadi. Koreyaga iloji boricha qanday qilib tezroq va kamroq xarajatlar qilib kelishga va haqida ham o'sha o'zingizni olib borayotgan faoliyatingiz, konsaltingingiz haqida aytib o'tsangiz, qanday qilib sizlarga tezroq bog'lanib, o'sha topshirib, o'sha protsesslardan o'tishlari mumkin. Xo'p, hammaga pastda kommentariyada link qoldiramiz. Bu link bizning Telegramga ulangan. Shu link orqali bosib turib, shu Koreya haqida ma'lumot olmoqchiman. O'zingizga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdan yozib qoldirsangiz, albatta sizga bepul konsultatsiya beramiz va telefon nomeringizni qoldiradigan bo'lsangiz, telefonda hamma narsani atadaya, ya'ni boshdan oxirigacha qilib chiroylab tushuntirib beramiz. Mana shunga qarab, sizlar o'zingizlarni kelajakdagi planinglarni qilsanglar bo'ladi albatta. Studify.uz Instagramdan ham shuna deb yozsanglar, u yerdagi informatsion sizlarga foydali ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Follow qilib qo'yasizlar. Albatta kirib bog'laninglar. Koreyaga qiziqadiganlar yoki topshirmoqchi bo'lganlar, Fayzul akamiz yaqindan yordam beradilar. Ko'p talabalarni shu paytgacha ham Koreyaga olib kelganlar va bundan keyin ham o'zbek yoshlariga Koreyani, balki dunyoning top universitetlariga kirib o'qishlariga o'zlarini hissalarini qo'shib kelyaptilar va qo'shib boradilar degan umiddamiz. Va akamizga bugungi bergan qisqacha intervyular uchun kattakon rahmat. Keyingi ishlarida, keyingi faoliyatlarda omad tilaymiz. Rahmat kattakon. Charchamanglar. Avvalada rahmat.